Rosmana Shahrisabz somsasi va shashligini Toshkentga birinchilardan bo'lib olib kirgan jaydari joyga keldim. Bu yerga kelganda ortiqcha hashamat qidirmang. Oddiy joylar, lekin somsa va shashlikning ta'mi anchagacha esingizda qolib ketishi aniq. Bu somsa Shahrisabzda mashhur bo'lgan Qosim ota retseptlari bo'yicha Toshkentda 10 yildan beri tayyorlanadi. Mijoz va talablar shunchalik ko'pligidan ko'rib turgan tandiriylardan har kuni 15 tandir yopishadi. Har bir tandirda 200 tadan. Somsani mazasi haqiqatdan zo'r. Xamiri slayonni emas, somsani ichi to'la go'sht. Nachinkasiga ozgina dumba va zelen qo'shishganligi bu somsani ta'mini yana ham yorqin qilib beryapti. Narxi esa 12 ming so'm. Shashliklarni yeyishli bo'lib turishini qaranglar. Mana shu 5 tasi bitta porsiya hisoblanar ekan va buni narxi 30 ming so'm. Mazasi, marinovkasiga umuman gap so'z yo'q. Sochni bo'lib turganini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Bu qashqadaryolik do'stlarimiz nima yeyishni biladi. Shu joyga bitta like bosib ketinglar. Shahrisabz somsa va shashliklarini dastavka xizmati ham bor. O'tiradigan joylari ham soya salqin. Jaydari oddiy joylar. Og'alar Shahrisabz kafesi ertalab 8 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresim Al-Xorazmiy Krugdan kelganda Makaronka chorrahasini shunda o'zida joylashgan. Qashqadaryolik do'stlarim, sizlardan maksimal aktiv kutaman. Toki Qashqadaryo taomlari mazaliligini hamma bilsin.